Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 20-aprel. Navbatdagi yangi kelgan mini traktorlarimiz bilan yangi obzorlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bularga yangi jatkalarimiz keldi. Jatkalarimiz 1,5 metrlik bo'ladi. Ikki qator parrakli. Bu hamma narsani o'radi. O'rish uchun narsa saylamaydi. Bundan bir qator parraklar beda o'ralmaydi. Bu variantimiz bedani ham o'radi, sholi, bug'doy hamma narsani o'radi. Bu jatkamizga uzun 3 metrlik makka javohirlarni o'rish uchun 3-qator seplarni ham o'rnatish mumkin. Ulardan nalichida bor, ulardan qo'shib beramiz narxini kelishgan holatda. Vertikalli pichoqli bo'ladi. Bu pichoqning vazifasi yiqilgan, o'ralib qolgan o'tlarni kesib ketadi. Shunda jatkada hech qachon tiqilish muammolari bo'lmaydi. Jatkamiz traktor uchun traktorda o'zini ulanmagan, buning o'zi uchun alohida motori bor. Buni traktorga ulash ham mumkin. Bu yengillik bo'lish maqsadida o'zi uchun alohida motor o'rnatilgan. Shunday o'zini zavod qilasiz, qo'shasiz, jatka alohida ishlab turadi. Traktor yonib tursa ham, o'chib tursa ham aloqasi yo'q, bemalol ishlayveradi. Bu jatkamiz 1,5 metrlik. Xo'p, 1 2 3 bu bilan 3 qator sepli bo'ladi ekan. 1 2 ustidagi 3-qator sep bilan 3 qator sep bo'ladi. Har qanday uzun bo'lgan makka javohirlarni o'rishi mumkin. Jatkamizning narxi o'zi alohida 16,5 million so'm. Nalichida bor. Motorlari 15 ot kuchi, benzin motorli motor bo'ladi. Traktorimizning o'zini kelsak, traktorimiz 28 ot kuchi bo'ladi. Motori 28 ot kuchi. Motorlari pompa o'rnatilgan motor. Oldingi variantlarda pompa bo'lmas edi, bu yil kelib turgan variantlarida pompa bor. Keyin rol uchun alohida nasoslari bor. Sepleniyani bosgan vaqtida rol ishlamay qolmaydi. Bularning roli gidravlika bo'ladi. Shuning uchun alohida nasos o'rnatilgan buni. Dinamlar alohida bor. O'zini nazorat berib turish uchun. Oldida radiatori bo'ladi. Radiatori qizib ketsa o'zi avtomatik qo'shadi. Xuddi mashinalar kabi ishlaydi. Ha, jatkaga tiralib qoladigan. Radiatori bor o'zida alohida. Tortni o'chirdik. Bu yoqdan keyin operator. Rolning gidrobachoklari ham alohida mana. Rol uchun alohida gidronasos, gidrobachok отдельно bor. Orqaning nasosi alohida bu yoqda mana. Buni ham qo'shib qo'ysa-da bo'ladi, ajratib qo'yish ham mumkin. Silindrlari orqasi mana 2 tarichakli. 3 korpus, 4 korpus puluqlardan bugun joyidan yig'ishtirib bu yoqqa ko'chirdik. Shu vaqtda ham ko'tarishda hech qanday muammosiz ko'tardi. Puluqlarimiz aylanma puluq. Bu 3 korpuslisida bor, 4 korpuslisida bor, 2 korpuslisida ham nalichida bor bizlarda. Buni xohlagan traktoringizga o'rnatsangiz bo'ladi. 304, 404 traktorlar uchun 2 korpus, 3 korpus, 4 korpus puluqlarimizdan nalichimizda bor. Raspretillari 3 tarichakli bo'ladimi? 3 tarichakli. Hozir jatkani o'rnatganmiz. Bittasi jatkani ko'tarib tushirish uchun oldini, bittasi orqani ko'tarib tushirib turibdi hozir, bittasi puluqni aylantirib turibdi. Buning uchun ham bemalol muammosiz ishlaydi. Gidrobachoklari buning ichida bo'ladi. Balonlari, orqa balonlari 9,5 ga 24, oldi balonlari 9,5 ga 16 bo'ladi. Nomerni ko'rsak. Yo'q, 650 ga 16 bo'ladi ekan. Adashibman. 650 ga 16. Bu puluqlarimizning narxlari, pulugimiz 3 korpus pulugimiz 16,5 million so'm, 2 korpus pulugimiz 12 million so'm, 4 korpus puluqlarimiz bor 18 million so'mdan. Puluqlarimiz Puluqlarimiz mana 4 korpus bo'ladi. Buni IMTZlarga, T28 traktorlarga ham taqib ishlatish mumkin. Aylanma puluq bo'ladi bu ham. Juda qulay ishlatish uchun. Ramlar ham o'ta baquvvat, mana listlar ham hamma joyi birlik listdan ishlangan. Qalin. Sinish, qiyshayish muammolari bo'lmaydi. Bu shu 3 korpusli pulugimiz. Narxi aytganimday 16 million so'm. Buning narxi 18 million so'm. Buni 16,5 million so'm dedim, ha? 16,5 million so'm. Keyin
2 korpuslu pluglarımız ham var. Oddiy plug. Bunun ham 3 korpuslusi var. Hazır bir yerdə yıqqanımız 2 korpuslu bo'lgan. Bularning narxini 3 million so'mdan beramiz. Kimga kerak bo'lsa buni xohlagan traktoringizga qo'shib olishingiz mumkin. Traktorlarimiz 18 ot kuchi, 28 ot kuchi va 35 ot kuchi traktorlarimiz ichida bor. Frezalarimiz 1.30 lik freza. Reduktorlari o'ta katta reduktordan. Listlar ham qalin. Pichog'ida 28 cm lik qalin pichoqlardan bo'ladi. Frezamizning narxini 7,5 million so'mdan beramiz. Bundan ham kimga kerak bo'lsa ichida bor. Traktorlarimizning oldi tortadigani bor, oldi tortmaydiganlari bor. 4x4, 4x2lari ichida mavjud. Endi bu traktorimizni yog'ib ishlatib ko'rsatib bersak. Masani qo'shamiz. Endi jatkamizni yog'ib ishlatib ko'rsataman. Ya o'zim yog'aman.
Mana aziz obunachilar, texnikalarimiz ko'rib turganingizday tip-tiniq tekis ishlab turibdi. Hech qanday muammo chiqarmaydi. Tayyor qanchalar bo'lsa haydab kirgizib ketaverasizlar. Buni traktorlarimizni kim qanday traktor olishini qarab narxi chiqishi mumkin. Hozir bu holatda turishi traktorimiz jatkisi aylanma pluglari bilan narxi 80 million so'mga chiqadi hozirgi kunda. Kimga kerak bo'lsa, jatkalarimizdan bundan boshqa bir qator parrakli motorsiz variantlar da bor. Ulardan keyingi videolarimizda ko'rsatib boramiz. Bu videolarda yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi videolarimizda siz uchun ancha foydali bo'lgan videolarni topib qo'yamiz. Bizda hamma texnikalarimiz nalichida bor. Motokultivatorlarimiz 3 ot kuchidan 24 ot kuchigacha nalichida bor. Keyingi videolarimizda xudo xolasa ulardan to'liq video qilamiz. Aziz aloqa chiqaverasizlar, xizmatdamiz, aloqadamiz.